Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun sizlar bilan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish fanidan bugungi birinchi ma'ruzamiz ekologiya kursining maqsadi, vazifasi, tuzilmasi va tarixi haqida gaplashib olamiz va mavzu yuzasidan ekologiyaning maqsadi, o'rganish usullari, ekologiya fanining vazifalari, ekologiya fanining bo'limlari va ekologiyaning tarixi to'g'risida rejalarni qo'yib oldik va reja bo'yicha mavzamizni davom etamiz. Ya'ni ekologiya fanining maqsadi hozirgi va kelajak avlodlar uchun ekologik xavfsiz muhitni ta'minlashdir. Ekologik xavfsiz muhit organizmlarning normal holatda ko'payishi, o'sishi, rivojlanishi uchun toza, sog'lom va qulay atrof tabiiy muhit holati demakdir. Ushbu maqsaddan kelib chiqib, quyidagi ekologik vazifalarni bajarishni talab etiladi. Ya'ni ekologiyaning hozirgi kundagi dolzarbligi, ya'ni inson va tabiatdir. Ya'ni ekologiya biologiya fanlar qatoridagi mustaqil fan hisoblanib, ekologiya tushunchasini birinchi bo'lib fanga 1866-yilda Gekkel tomonidan kiritilgan bo'lib, ya'ni ekologiya yunoncha so'z bo'lib, uning ma'nosi tirik organizmlarning yashashi sharoiti yoki tashqi muhit bilan o'zaro munosabatini bildiradi. Ekologiya asosan 4 ta bo'limga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni aut ekologiya, populyatsiyalar ekologiyasi, sin ekologiya va biosferalarga bo'lib o'rganiladi. Ekologiyaning bo'limlari mana bu rasmimizda yana ham mukammallashtirib ko'rib olishimiz mumkin. Ya'ni aut ekologiya, sin ekologiya, dema ekologiya, tarixiy ekologiya, sanoat ekologiyasi, inson ekologiya mana bu ekologiyamizning bo'limlari deb ko'rib olishimiz mumkin. Ekologiya fanini o'rganishning quyidagi usullari mavjud. Ya'ni tizimli yondashuv. Tizimli yondashuvda ekologik munosabatlarni muayyan ekologik obyektlarda uzviy bog'langanligini inobatga olgan tarzda turli guruhdagi tadqiqot usullarini ma'lum bir ketma-ketlikda olib borish tartibi. Kuzatish usuli, ya'ni joyida yoki masofadan turib ekologik monitoringni olib borish orqali amalga oshiriladi va tajriba usuli, laboratoriya va tabiiy hudud yoki tajriba uchastkasida muhitning o'zgarishini, organizmlarga ta'sir etishini tajriba qilishni bildiradi va ekologik modellashtirish, model organizmlar va atrof muhit o'zgarishlarini matematik tarzda ifoda qilish va tajriba o'tkazishni modellashtirishimiz mumkin. Va inson ekologiyasi yangi fan sifatida 1921-yilda ya'ni Borges va Parklar tomonidan kiritilib kelgan va inson ekologiyasini o'rganish natijasida ijtimoiy ekologiya ham vujudga kelgan. Unga birinchi bo'lib Roderick, Mak va Kenzel ta'rif berib o'tgan va ijtimoiy ekologiya fanlaridan biri hisoblanib, uning predmeti inson va atrof muhit o'rtasidagi xususiy munosabatlarga bog'lanishlarini o'rganishdan iborat ekan. Ekologiya fanining asosiy vazifalari, ya'ni inson ehtiyojini yanada to'laroq qondirishga qaratilgan holda antropogen betsemozlarni qayta ko'rib chiqish va barqarorligini oshirishga qaratilishi kerak. Inson va biosfera deb atalgan yirik xalqaro dasturda keyingi yillarda ekologiya sohasida hamda insonni o'rab turgan atrof muhitni tatbiq qilishning aniq ilmiy yo'nalishlari ko'rsatib berilgan va hayot jarayoni qonuniyatlarini o'rganish, shuningdek insonni tabiiy tizimlariga, biosferaga bo'lgan ta'sirini bir butun holda o'rganish, biologik resurslardan oqilona foydalanishni ishlab chiqish, inson faoliyati natijasida o'zgargan tabiatdagi o'zgarishlarni oldindan bilib olish va biosferada kuzatilayotgan jarayonlarni boshqarish va nihoyat insonning yashash muhiti
saqlashdan iboratdir va ekologiyaning 17-19 asrlardagi tadqiqotlarida, ya'ni Aristotel 384-322 yillar o'zining hayvonlar tarixi degan asarida suvda va quruqda yashovchi hayvonlar, suzuvchi, shuningdek suzuvchi, havoda uchuvchi, o'rmalovchi kabi hayotiy shakllarga ajratgan va ulardan tashqari organizmlarning yashash joylari, yolg'iz yoki gala bo'lib yashashi, oziqlanishi, boshqalar ularni qiziqtira borgan va Aristotelning shogirdi Teofrast 380-271 yillaridagi ishlarida ham Teofrastning, ya'ni o'simliklarning yashash joylarini hisobga olib, ularni o't, chalabuta, buta va daraxt kabi hayotiy shakllarga bo'lib o'rganadi va undan tashqari ekologiya fanining rivojlanishida O'rta Osiyo allomalarining ham qarashlari bir qancha bo'lgan, ya'ni Al-Xorazmiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sinolarning ham ekologiya fani dunyoga kelmagan davrlari, tabiati, undagi muvozanati, o'simlik hayvonot dunyosi, tabiatni e'zozlash haqida qimmatli fikrlarini aytib o'tganlar va Abu Ali ibn Sino sog'liqni saqlash, parhez, gigiyena to'g'risida, kasalliklarni davolashda jismoniy usullar yaxshi natija berishini aytib o'tgan va o'zlarini fikrlarini bildirib qoldirganlar va O'zbekistonda yana ekologiya fanining rivojlanishiga botanik olimlardan, ya'ni O'zbekiston Fanlar Akademiyasini botaniki Buregen, Hasanovlar va boshqalar tomonidan o'simliklarni qurg'oqchilikka, ya'ni issiqqa, cho'l sharoitiga moslashi, o'simliklarning hamjamoasining tuzilmasi, mahsuldorligi, yem-xashakbop o'simliklarning orasidan qurg'oqchil issiq sharoitlarga chidamli turlarni tanlash, ekologik biologik xususiyatlarni o'rganib, sun'iy yaylovlar barpo etishni ilmiy asoslab chiqqanlar va undan tashqari Zohidov, Mahmudov, Yaxantov, Sultonov kabi olimlarimiz ham mana shu ekologiya fanini rivojlanishida bir qancha o'zlarini hissalarini qo'shib kelganlar va monitoring kuzatuv ishlarida, ya'ni tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida ma'lum bir hudud tabiiy sharoitining holatini kuzatish, nazorat qilish boshqa tizimlar olib borilgan. Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish sohasidagi asosiy vazifalar, bir qancha vazifalar belgilab berilgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasining atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish sohasidagi birinchi navbatdagi vazifalari belgilab olingan va bu vazifalarda bir qancha vazifalar keltirib o'tilgan, ya'ni bulardan asosiylari, ya'ni jamiyatning ta'lim olishi, intellektual potensialini o'sishini ta'minlovchi sharoitlarni yaratish, atrof muhit, genetik fond, tabiiy resurslardan foydalanish, maxsus muhofazaga olingan hududlar, atrof muhitlarning ifloslanish manbalarini aniqlash, xususiylashtirish jarayonlarida ekologik talablarga rioya qilish, ekologik xavfsiz mahsulotlarni yetishtirish va sertifikatlash, takomillashtirish kabi chora-tadbirlar, ekologik axborotlar va atrof muhitni monitoringi bo'yicha tabiatni muhofaza qilish, ya'ni Davlat qo'mitasining tabiat muhofaza qilish ishlari, ekologik tarbiyaviy tizimni yanada rivojlantirish, xalqaro ekologik normalar va standartlar bo'yicha dasturlar, xalq xo'jaligining turli sohalarida ekologik toza texnologiyalar va atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan foydalanish kabi ekologik qarorlar qabul qilingan va O'zbekistonda